14 yoshli pokistonlik Ali ismli yigit PUBG o'yinida doimiy yutqazganidan va onasining doimiy tanbehidan sabri tugab, butun oilasini otib tashladi. Ya'ni ikki singlisi, akasi va onasini o'ldirdi. Sud unga butun umrlik hukmni berdi. Hurmatli ota-onalar, ogoh bo'ling. Bu videoni o'smir farzandi bor har qanday insonga jo'natib qo'ying, ogoh bo'lishsin. O'zbekistonda content maker yoki kibersportga qiziqqan yoshlarimizning yo'liga mana shunday akalar shlagbaum bo'lib tushadi. To'g'ri emasmi? Endi bu Pokistonda bo'lgan narsa ekan. Xo'p, qani fakt? Mana bizga shunaqa dalil keldi. Mana sudning qarori, mana shu o'ldirgan, mana shu PUBG'da ko'p o'lgani uchun o'ldirib qo'ydi degan bormi fakt? Yo'q. Yana oxirida nima deb qo'yadi? Oilasi bor, yoshlari bor, oilalik insonlarga tashab qo'ying. Axir bu hayt bu. Bu jo'natish, bu aktiv bu. Ana shu aktiv uchun yoshlarni kelajagini buzmoqda. Ya'ni o'z qiziqishi bor narsani so'ndirmoqda. Ota-ona yo'q desa hech qaysi farzand u yo'q degan narsasini menimcha qilmasa kerak. Mana shunday insonlar uchun bizni yoshlar kibersportda va internet platformasida daromad qilishdan juda orqada. Va men shuni so'rab qolaman. Iltimos, kerak emas. PUBG'ni orqasidan bunaqa hype qilish kerak emas.